Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mush vaqtlar xayrli bo'lsin. Ko'rayotganinglardek 2020-yili 226-kuni Uyg'ur tarixiga nisbatan nihoyatda muhim bo'lgan ishlardan birisi yuz berdi. Bu bo'lsa-mu Google Translate'ga, ya'ni Google tarjimonga 5 til qo'shilib, bu tillarning ichida Uyg'ur tilimi, ya'ni so'yimlik ana tilimizmi bor. Shunday qilib, shu vaqtdan e'tiboran 108 til tilini Uyg'ur tilini 108 tilga tarjima qilish orqali har xil media vositalar bo'lsin, yozmalar bo'lsin, bu shaklda tarjima qila olgandik. Tunji qatim tarjima qilinishiga qaramasdan, tarjima suftining nihoyat yaxshiligi hammamizni nihoyat xushal qildi, baxtiyor qildi. Hamda mushu munosabat bilan bugungi darsimizda tor yuzidagi Uyg'ur xatlarni ko'rayotganinglardek gazet, jurnal va televiziya kanallarida chiqadigan Uyg'urcha fontlar bilan yoki Uyg'urcha chiroyli xat nusxalari bilan ko'ralaymiz. Biz buni tunishmoqchi. Masalan, oldi bilan hamma yana bir tafsili ko'rib boqaylik. Masalan, Google Tor diskida xatlar nihoyatda bu shaklda, ya'ni bak inchga va xatning nusxasi yaxshi bo'lmaganligi sababidan biroz ko'zni bearam qildi. Masalan, bu yerga yana o'xshash shaklda kompyuter va turmush deb yozgan bo'lsaqmi, bu xatmi shu. Qaraydigan bo'lsanglar, Google tarjimonga hello deb yozgandan keyin mana shaklda chiqdi. Ammo xat nusxasi biz istagandek, biz arzu qilgandek emas. Hamda biz BBC ni Google tarjima orqali tarjima qilgandan keyingi natija bu shaklda. Ya'ni xat nusxasi yana chiroyli emas. Hamda biz YouTube'ga qaraydigan bo'lsak, YouTube'da ham shunda. Hamda ma'lum bir videoni chekirib, bu yerdagi izohatni ko'rib boqgan bo'lsakmi, xatlar yana shunda. Hamda biz yana davomli Facebook'dakini ko'rib boqaylik. Facebook'da ham shundoq. Ko'rayotganinglardek mana xatlar toza yaxshi emas. Shu sababdan mushu masalalarni hal qilish uchun bu darsni ishlab turibmiz. Undan so'ng menga diqqat qilgaysizlar. Oldi bilan kompyuterimizga font qo'shlaymiz. Bu fontni biz bir hafta ilgari, ya'ni ilgirki darslarimizda ta'minlagan 114 xil Uyg'urcha xat nusxalari. Buni ochgandan keyin izohat qismiga qaraydigan bo'lsanglar, tushirish adresi, olma kompyuter qo'shilish usuli, Windows kompyuter qo'shilish usuli. Bu shaklda tushirib kompyuterimizga tamoman normal bir shaklda qo'shib bo'lamiz. Qo'shilib bo'lgandan keyin ikkinchi qadamda Chrome Web Store kiramiz. Ya'ni Google Chrome'ningki, ya'ni Google Tor ko'rishning app bozoriga kiramiz yoki qistirma bozoriga kiramiz. Biz bu yerga Style Bot buni kirgizgandan keyin birinchi qistirmani Google Chrome'ga qo'shamiz. Bu ham qo'shishdan ilgari Stylebot va munosabatli ulanmalar mazkur videoning ostida bo'ldi. Aşağıdan ko'chirish orqali bu yerga chaplab ishlataysizlar. Bu shaklda chiqqandan keyin birinchisini qo'shamiz. Qarasanglar, bu shaklda chiqadi. Biz yana bu basamiz. Qarasanglar, mana shaklda normal qo'shildi. Hamda biz shu qistirmaning o'ziga kelib, mouse'ni o'ng knopkasini bosgandan keyin Options, ya'ni tanshaklar kirib, qarasanglar, bu yerda Styles deganini bosamiz. Bosgandan keyin bu yerda Edit Global Style Sheet deganini bosamiz. Buni bosgandan keyin mana shaklda bir ko'znak ochildi. Biz bu ko'znakka buni biz to'g'ri bir shaklda ko'chirib chaplaymiz. Ko'chadik va bu yerga chapladik. Chaplagandan keyin bu yerdagi font ismiga kompyuterimiz qashangan 114 xil fontninki ma'lum birsini, shuning ismini yozamiz. Masalan, qaraydigan bo'lsak, har birisininki ayrim font ismi bor. Masalan, birinchisi UKIG Tor, ikkinchisi Mavo, uchinchisi Mavo, to'rtinchisi Mavo, beshinchisi Mavo. Mana shaklda. Hamda mashqisi bir font, buni faqat qalinligiga o'xshamaydi. Bu Google ta'minlagan font, ya'ni Noto font. Unda bo'lsa men Mavo fontni qachalay. Bu fontni men tor yuzida ko'rish uchun fontni tanlab bo'lgandan keyin bu yerdagi fontning ismini ko'paytiramiz. Ko'chiramiz yoki Ctrl C orqali ko'chirdik. Agar sizlarda Word bo'lmay qolsa, kompyuterimizning o'zida Müşün oxşaş tekst deptiri var.
mouse'un o'ng knopkasi orqali bu shaklda qo'shib buni ochamiz. Ochgandan keyin masalan nega men Uyg'ur deb yozgan bo'lsam, mana shaklda chiqadi. Balkim sizlarnikida bundan sal chiqib qolishi mumkin. Biz bu yerdan format degan kirib, bu yerdan font degan tanlab qarsanglar bu yerda bizning kompyuterimizga butun fontlar ko'rinadi. Mishadan birdan-birini tanlab, o'zingizlar xohlagan, yaxshi ko'rgan bir fontningki ismini bu yerdan ko'chirib olasizlar. Masalan, buni bossak, men buni yaxshi ko'rdim deyli. Okey basak, mana shaklda chiqdi. Demak, men bu fontni to'g'ri yuzda ishlatmoqchi. Unda bo'lsa biz darhol bu yerga kelib bu yerdagi ismini ko'chira olamiz. Ko'paytirdik. Hamda mayga kelib font ismi deganning o'rniga choplatdik. Qarasanglar, font ismi choplandi. Hamda mana save deganni besib saqlaymiz. Saqlab bo'ldik. Hamda bir boshdan qarab boqaylik. Hamda buni yanıldım ha. Qarasanglar, xat nusxasi darhol o'zgardi. Hamda men buni yanılib boqay. Va turmush deb yozgandan keyin mana shaklda chiqdi. Hamda men bu yerga Mahmud Qashqar deb yozay. Yozgandan keyin Wikipedia'dagi ma'lum bir batni ochaylik. Ochgandan keyin buning xatni nusxasi mana shaklda chiqdi. Masalan, buni yangilaylik. Yangilagandan keyin xat nusxasi mana shaklda chiqdi. Hamda biz buni yangilaylik. Yangilagandan keyin qarasanglar, bu BBC'ning to'g'ri bekitdi. Azaldan Uyg'ur tilini qo'llaydigandek bir shaklda chiqdi. Qaragan bo'lsak, xat nusxalari xuddi o'zimizning to'g'ri bekatlarga o'xshaydi. Bu shaklda chiqyotdi. Hamda biz YouTube'ni yangilab boqaylik. Yangilagandan keyin darslarning ismi shu. Agar qarasanglar, biroz xat ichiga ketibdi. Demak, bu font toza moslashmadi degan gap. Masalan, buni yanglab boqaylik. Yangilagandan keyin mayada normal. Mayadagi ostidagi inkaslar hammasi normal. Mana. Qarasanglar, izohat qismi normal. Endi biz buni yanglab boqaylik. Ko'rayotganinglardek izohat qismini go'zal bir shaklda chiqdi degan gap. O'xshash shaklda YouTube'dan bir izlashib bir boqaylik. Ko'rayotganinglardek videolarning temisidagi Uyg'ur xat go'zal bir shaklda ko'rinadi. Yana bir tarafi Facebook'ni yanglab boqaylik bu qatim. Facebook'ni yanglagandan keyin mana shaklda chiqdi mana. Hamda biz fontning o'zini almashtirmoqchi bo'lsak, yana bu yerni besib, bu yerdagi ismni yana o'xshash shaklda o'zgartiramiz. Masalan, men bu fontni ishlatmoqchi, ko'paytirdim. Bu yerga chopladim va saqladim, qaytdim. Undan keyin YouTube kirib boqaylik. Qaragan bo'lsak, normal bir shaklda chiqdi. Facebook tikilib ko'rib boqaylik. Facebook'dimi go'zal bir shaklda qo'lladi degan gap. Hamda biz BBC'ninkini ko'rib boqaylik. Qarsanglar mana. Xatda hech qanday bir masala yo'q. To'g'ri düzgün ko'rib boqsak, to'g'ri düzgün go'zal bir shaklda latincha harf bilan uyg'urcha harf bir-biriga moslashgan shaklda ko'rinadi degan gap. Sen buni ko'rib boqaylik. Mana. Hamda buni o'zini cho'ngaytmoqchi bo'lsak, bu yerdan cho'ngaytib, kichiklatib o'qiy olamiz. Munosabatli ulanma ishlatadigan xat nusxalari va yoki tavsiyalik xat nusxalari mazkur videoning ostidagi izohat qismida kod bilan birlikda bor. Bevosita ilib choplasanglar bo'ldi. Va yoki o'zingizlar xohlagan bir fontning ismini ilgari ko'rsatganimizdek ko'chirib ilib o'zgartirib bosanglar bo'ldi. Munosabatli ism, munosabatli kodlar mazkur videoning ostida bor. Aşağıdan tepib munosabatli mashg'ulotlarni qilgandan keyin
normal bir şekilde fontni tor ko'yuvchanlarga to'ntasanglar bo'ldi. Undan sonra dersimiz müşahici bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlardan foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.